o'zim uchun yangi bir ustoz ko'paygandek his qilaman. Kitob mening aqlimga aql qo'shib qolmasdan yolg'izligimda eng yaqin hamrohim. Safarda xudim mayakdek menga yo'l ko'rsatkichidir. Albatta, men bu kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Har kuni kech xizmatdan charchab qaytganimda bir parcha yaxshi kitob, qiyniq damlangan choydek shu omon g'arduqimni chiqarib, menga orom baxsh etdi. Anglayotganlar Merkezi Halk Radyo Stansiyasining Beyjingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishtinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz hokim begdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini tertlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yo'tib bitaman. Manjolar toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylardek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shiltin o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umri voyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Şırıldap eqivatqan əgiz suları şox naxsisini başlavatdi. Bahar aptıpığı köksini qaqlab yatqan kang etizlar öpkidek esilib, tunji uruqni qo'yniga elishqa tayyorlandi. Tutash kang bog'lar höppida echilgan o'rik chechkidan yasonchuq qizlardek oq libos kiyishdi. Ati oqshomlari ko'k terishqa oldirgan bolalarning sabiy kulkisi vaqta bedilikiga tutishadigan to'pliq yo'lni boshqacha jonlantiribdi. Kun egilgan chog'. Ko'jim sahro uylarining chetigarak joylashgan qashaliq qo'ylining eshigi ochildi. 7-8 yoshlardagi bir o'g'il bolani kayniga silib olgan. Shoptul chechki ranglik doki yog'liq bilan yuzini yugigan. Havorang gullik ko'ylak kiygan. Ikki qo'lida birdan cho'gin ko'tarib olgan zilva bir qiz g'o'yli ishikidan chiqib, atrofga mundaqchilik qarab o'tgandan keyin mahallaning oyig'idagi so'gatlikka qarab yurib ketdi. Ishkaylan ko'p mo'mayla amdala jala bog'lagan so'gatlik orasidagi ko'l bo'yiga yetib keldi. Ko'l bo'yidagi uzun nurda qo'shdan chiqqan o'kizlarni sug'urayotgan 3-4 yigit qiz tarafga ishorat qilishib, pichirlashqili turdi. Qaranglar. Mir Ahmad Qozonchinikida turadigan Guloyim degan qiz, ana shu. Pa, uning qomati ovsiga tallirg'ili o'xshaydi ekan-ku. Sen qomati bilan qopsan texi, chiroyini ko'rsangchi, behush bo'lib turgan yeringga yiqilib tushsan. Kichik bola Guloyimning cho'gillarini to'ldirib, ko'l bo'yiga ochiqib berdi. Guloyim shamolda yelpinib turgan etaklarini bir qo'li bilan tuzashtirgach, cho'gillarni qo'liga oldi. O'ziga yevatkudek tikilishib turgan yigitlarga ko'z qirini musolmay tez-tez qadamlar bilan yurib ketdi. Ocho, o tarafga qarag'ina, ot kelyotidi, ot. Guloyim tuqqini Mir Ahmadning kichik o'g'li ko'rsatgan tarafga qaradi. Uning o'tar yo'lini kesib o'tadigan cho'ng yo'lda Rasululloh to'riq ot minib olgan bir odam kelyotdi. Otga nimadir so'ritilgan. Ot kayniga kirib olgan bir to'p o'yinchi bola eshiklardan beshini chiqarishib qarab turgan cho'nglarga tushuniksiz bir nimalarni deb churuqlashadi. Hamrohlarini chaqirishadi. Guloyim cho'gillarni yo'l bo'yida qo'yib, qani ot o'tib ketmasinmi degandek bahramon qarab turaverdi.
Uninggacha otmu, ot kayniga xuddi ko'ki yundek o'lishib olgan bolalarmu uningga yaqinlab qoldi. Bolalarning oldigacha yugurib berib, yana otning oldiga tushib qaytib kelgan bola otisining yeniga keldi. Qorong ocha, to'xtaxun qush jangalga toshqan tutqay beribdikan, borgan yeridan o'lib qolgan bir odamni tepib olibdi. Gul oyim bolaga shundoq bo'ptimi deganda qarab qo'yib, cho'ginini qo'liga elishga tamshaldi. Mahallada yuz bergan buncha bola cho'ng ishdan bexabar qolmasin dedimu, bola uning qo'lidan kapla qilib tutdi va uni mig'iniga unimay ot kaynida so'rilib ketayotgan jirg'i yeniga boshlab keldi. Kuchqulash kelgudek ikki tal to'g'roq bodrisini bir-biriga chetib yasalgan jirg'ining bir beshi egarning ikki tarafiga chegilgan. Yana bir beshi yerda so'rilib turadi. Ikki bodra orasida jul-jul qalti jovi kiyib olgan bir odam ko'zlarini yumib o'ngdisiga yotadi. Bir qo'li ko'ksida, bir qo'li jirg'idan sangilab turadi. Gul oyim jirg'ining oldiga keldi. U bo'ynini so'zib, jirg'iga o'lishib olgan bolalarning beshi ustidan heliqi o'lik qaradi. Qardi-yu, ko'z go'hrida jilt qilib aks etgan bir tonish chiroy udul yurkiga qo'l soldi. Gul oyim heliqi bolanimu, cho'ginlarnimu tamoman yodidan chiqardi-da, qarchig'isini qo'liga qo'ndirib, qomchisini pulangitib ketayotgan to'xtaxun qushga qarab, qo'llarini so'zib turib murojaat qildi. Aka, xafa bo'lmay jirg'ini to'xtatsala, aka. To'xtaxun qush shu hamon etini to'xtatdi. Jirg'imi to'xtadi. Gul oyim yaqin kelib, jirg'idagi to'nug'isiz bo'lib ketgan odamga engishib turib qaradi-da, birdilla jirg'iga o'zini otdi. Karim qul deb nola qilganicha o'q tekkan kiyikdek guppida yiqilib tushdi. Karim qul Mir Ahmad Qozonchining uyida hushiga keldi. Hushiga kelibla beshida yum-yum yosh to'kib turgan tonish chiroy, tonish ko'zlarni, atrofida parvondek pirqirab yurgan Gul oyimni. Gul oyimning to'zib ketayotgandek guldek sulg'un chiroyini ko'rdi. U chaqchaq yerilib ketgan lavlarni tasta mediriltib dedi. Men hozir qayerda? Karim qulning ovozi bakmu zaif va miskin edi. So'zlarimi ulashmaydi. Ko'yib ko'zayda qoridab ketgan chiroyidan, kirpikidan, burnidan, g'ichida to'pi yig'ib turadi. Javg'iyidan, ko'z chaniqidan sho'r to'kiladi. Yerim kun behush yotgan Karim qulning hushiga kelishi Mir Ahmad Qozonchini bo'lakchili xush qilavatdi. Xotirjam bo'l o'g'lim. Gumida o'z uyingda turibsan, dedi. U ko'zlaridan teshib turgan xushalliq yeshini surtgach, bir chetda qarab turgan bomba soqol odamni ko'rsatib, Allohning qudrati bilan To'xtaxun akang seni qumliqdan tepib olibdi. U chaqda sen nafasdan qolgan ekansan. To'xtaxun bir musulmonning jasadi cho'lda qolsa qandoq bo'lg'ini deb o'ylab, qiladigan ishni tashlab, seni bu yerga ochiqibdi. Xudoga shukr, yeydigan rizqing bor ekan. Ancha-muncha zimat qilib edik. Mana sallamaza o'ngshilib qolding. Egamning qudrati nima degan ulug'. Karim qul hammani tushundi. Yo'l topolmay, cho'l jazirada xeyli kunlargacha tengirqab yurganligini, yiqilgan yeridan o'mlab mengib, bir qum barxinining yeniga borganligini xira-shira yodiga keltirdi. Va minnatdorlik yeshi o'qchayotgan ko'zlarini To'xtaxunga og'dirdi. Boyatdan beri undamay o'ltirgan To'xtaxun, "Ko'nglingni buzma, uka. Bir iroda bilan o'limdan qutulib qolding. Mendan emas, Xudodan minnatdor bo'lsang bo'ladi. Mubodo Xudo o'g'ri chiqishni dilimga solmagan bo'lsa," dedi-da, Karim qulning yo'tqinini tuzashtirib qo'yib chiqib ketdi. To'xtaxunni uzitib bo'lib qaytib kirgan Mir Ahmad aka uydagilarga dedi: "Xatar o'tib ketdi. Endi toza qinib bir uxlab olsa, o'ng'ayli o'ngshilib ketadi. Uni birdam yolg'iz qo'yinglar." Karim qul yolg'iz qoldi. Faqat shu chaqdala qumdek chechilib ketgan fikrini bir yerga yig'ib, xiyol kaptarini erkin tarvoz qildirish fursatini topdi. Odam ba'ayni taqdirning qo'lidagi o'yinchiqqa o'xshaydi. Garchi u hayotlik olamidagi eng aqlli maxluq bo'lsa-mu, taqdirning tizginidan bir daqiqamu ayrilolmaydi. Odam kuldim deydi. Biroq taqdirning irodasi bilan kulginini o'zi tuymaydi.
Yig'lidim deydi, taqdirning xohishi bilan yig'ilganini aslo sezmaydi. Uning o'z xohishiga berilgani dal taqdir tarafidan ahmaq qilingani. O'xshashla Karim Qulmu tamushu minutgacha taqdirning kang va cheklik olqinida harakat qildi. Biroq u taqdirning o'zini e'tiborligini yoki o'gayliginini zodili tushunolmadi. E'tiborladimikin desa, taqdir bir sabab bilan uni hamrohlaridan ayirib, poyonsiz bayovondagi o'lim dunyosiga rahimsizlarcha tashlabdi. O'gayladimikin desa, uni yana bir sabab bilan To'xtaxun qushqa Gul oyimga uchrashtirdi. Texmu tushuniksiz yeri shu ediki, taqdir uning yurkiga Gul oyimning o'tini soldi-yu, yana bir sabab bilan uning muhabbatiga gumon suyini sepdi. Texmu qiziq bo'lg'ini Borxon yenida yiqilib jeni tomishqiga kelganda, yana shu sarong taqdir uni o'z qo'li bilan Azroilning ilkidan qutuldirib oldi. Yana shu taqdir shamili uni boshqa yerga emas, dal Gul oyimning yeniga, so'yginining qiyshig'iga uchirib kelib, uning ko'z oldida tirilishga nasib qildi. Karim Qul o'ychan ko'zlarini to'risqa tikib, xiyol qo'ynimida g'ulash tashlashga boshladi. Oy Muhammad va oq mullam qilich o'ynatib, ot choptirgan peti ko'z oldidan o'tib ketdi. Hamdam Boturning "Chopsan qichinglar, bu o'ljirlarga o'zim tetiyman" degan yong'roq ovozi quloq tubida qayta jarangladi. To'risdagi oshu bo'shliqda yo'riqlik bilan qorong'ulik orasida kepak darvishning surati paydo bo'lib, "Hey poch yigit, holing shumidi?" deb masxiralik kulib qo'ydi. U yana chopqur otlarning nog'ri ovozidek taraslagan tuyoq ovozini angladi. Orqadilla och qoplondek qo'g'lab kelayotgan bek yasovularining o'yinchilik talati ko'rinib qoldi. Karim Qulning quloqlari zangildab, teni ixtiyorsiz shurkinib ketdi. Bu yerdan ketib, hamrohlarimni tepib o'lishim kerakmi? Yo'q. Ularning kayniga kirish tugumas jangi jidaldan, qon to'kilishdan, chek ko'rinmas jafo mushaqqatdan derak bermamdi. Durust. Yakan yo'lidan qaytolmadim. Bosh ketishdan qo'rqmadim. Biroq bularning hammasi faqat Gul oyim uchun emasmidi? Sanjudagi tavakkulchilikmi xo'rlangan so'gining oxirgi o'ch elishigu. U oxir o'ch oldi, puxodin chiqdi. Muhabbatini xo'rlagan, oddiy bo'yoqchini ko'zga ilmagan hayvon nasli Niyoz Hekimbek endi bu dunyoda yo'q. Bu dunyoda qolgani faqat Karim Qul bilan Gul oyimlar. Endi ular kushandisiz orom xudo yashaydi. Hech kim qizni bulab ketolmaydi. Xolisa bu chet yezida uning bilan birga qilaverdi. Xolisa uni Xotanga o'z yurtiga elib bordi-da, holiga yarasha to'y qilib, xotirjam kun o'tkazdi. Jon tanda omon bo'lsa, ular texi bolalik bo'ladi. Qiz bo'lsa Gul oyimdek cho'ng qiladi. O'g'il bo'lsa hunarini o'rgatadi. Nihoyatda ko'maklik bir jamoat Karim Qul bo'yoqchining jamoati o'z obro'yi bilan hammaga toniladi. Ishik qiya echilib Gul oyimning beshi ko'rindi. Ishikning g'ijirlishi bilan xiyol yepi kesilgan Karim Qul beshini ko'tarib, jaynaklarini tagiga tirib, belicha o'ri bo'ldi. So'yginini ochiq ko'ngillik bilan qarshi oldi. "Qani Gul oyim, yenimga keling. Shundoq bequvul bo'lib yotsammi, qishimga kelib hol ahvol so'rabmi qo'ymaysiz?" Gul oyim ishikni avaylab yopdi. Supiga chiqib o'ltirib olgandan keyin yerga qarab turib, "Xafa bo'lmang Karim Qul, cho'nglar qarab tursa nima qila olaydim? Yelimi o'g'irlik chiqarganim yetib asha" dedi noz bilan kulimsirab. O'zini o'ldim deb hisoblab, hayot tizginini Azroilning ixtiyoriga topshirib bo'lgan Karim Qul o'lmayli qoldi. Balki Gul oyimning qishig'i kelib qolganini tamoman Xudoning abchil o'rinlashtirishi, yaxshilikning alomati deb tushundi. Yuragini g'ajilayotgan gumonini birdilla 7 qat osmonning qa'riga cho'rib tashladi. Uningcha Gul oyim pok bo'lmasa, taqdir ularni qayta uchrashtirmagan, visoliga yetkazmagan bo'ladi. Qayta uchrashgan ekan, endi hargiz ayrilmasligi kerak edi. Ayrilishning o'zi taqdirning irodasiga muxolif keladi. "Gul oyim, boyamqi gapimga xafa bo'lmang. Sizga maslikim kelib, mundaqchilar chiqishib qo'ydim.
Bayamqi tani gepining Gul oyimni xafa qilib qo'yishidan ansirgan Karimqul shu hamon apu so'radi. Chechining uchini o'ynab o'ltirgan Gul oyim Karimqulning gepiga javoban tatliqini kulib qo'ydi. Karimqul cho'l bayovondan emas, balki helili bog'dan kelgandek ruhlanib ketgan edi. Samondek sarg'aygan chiroyiga qon yugurib qolgan. Ko'zlarida nur va kulga jilva qiladi. Yuragimi sho'xlik qilishga boshlagan edi. Mana endi u ko'rpa ustida bodashgan qurib o'ltirib, Gul oyimning chiroyiga, ko'zlariga majnunlarcha nazar bilan sapsilayotdi. U qancha sapsalsimu, Gul oyim yanala burunqi evansiz Gul oyim edi. Biroq o'lim changalidan qutulgan odamga hayot texmi go'zal va texmi qadrli tuyulganidek, bir oycha ayrilishdan keyin Gul oyimmu uningga boshqacha chiroyli va latofatli ko'rinmoqda edi. Uning jonga ofat soladigan shahla ko'zlaridan endi jon oladigan o't etilib chiqadi. Kulkisining yarishqi bo'lgan nuqtek siniqi endi oshqini dam tortadigan taksiz g'arga aylangan edi. Lavlarning jazbidorligi oshqini saran qilolug'idek sehr topgan. To'g'ashdek mangzi tortgan Majnunning og'zidan etilib chiqqan o't misoli qizil edi. Karimqulning ko'ziga kirib ketgudek bo'lib qarab yerishidan izo tortdimu, Gul oyim oston ko'zini apqashdi. Yog'liqi bilan yuzini dalda qilib Karimqulga: "Karimqul, yetib elib aram olg'ash, qandoq bo'p cho'lga kirib qolganing to'g'riliq so'zlab bering. Akam haqida bir narsa deb bermadingiz-ku texi." Nepizdagi yog'liq Gul oyimning to'lin oydak ko'zing jamolini oy yuzini to'sqan oq bulutdek to'sib tashladi. To'lin oy tamoshasidan nas behush bo'lib, arish aloda qanot qiqib yurgan Karimqulning ko'ngil xushligi qechib, bir mullaq bilan bu dunyoga tushishga majbur bo'ldi. Gul oyimning savoli qayta takrorlangandan keyinla ondan eg'iz ochdi. Niyoz Yekimbekni o'ldirishda qandoq bahodirlik ko'rsatganini og'ziga tegmay so'zlashga boshladi. Gul oyimxonni o'g'irlagan la'nati o'g'ri sanmu deb Niyoz Yekimbekning ko'ksini nishonlab shundoq bir tig' urib edik, u la'nati g'im qilolmay jon berdi. Bu xush xabarni sizga yetkazishga shundoq oldirdimki, hayhot, nimasini deysiz? Otni bo'lishiga qamchilabdiman. Oy Muhammad akamning, Hamdam Boturning, Oqmullamning qaysi tarafga mang'ini bilanmi korim bo'lmabdi. Gumig mangdim deb mingibdiman. Tong atganni qarasam, etim o'lib yinimda yetibdi. O'zim jahannamdek vahimalik cho'lda turibdiman. Karimqul so'zlagan seri qizishishga boshladi. Javg'aylarga muzg'abdek oq ko'pik o'rlab chiqdi. Qarasam chet ko'rinmaydi bu kasofatning. Yo yeydig'angi yo'q, yo ichdig'angi yo'q. Shunda qilib, sen cho'l bo'lsang, men deganman, etim bo'lmasa putim bor, non suv bo'lmasa quvvatim bor debla belimni chingitib yo'lga ravon bo'ldim. Qancha mushaqqat tortsammi, bu xush xabarni Gul oyimga yetkazmay qo'ymayman deb qasam qildim. Gul oyim Karimqulning hikoyasini zan qo'yib angladi. Uning o'zi uchun o'ch olaman deb jinini tikkiniga ich-ichidan suyundi. Deb kelsam, undaq cho'lni siz zodili ko'rib baxmagan. Ko'z yetgudek yada odammi, uchar qanotlarmi yo'q. Yo bir chirir, yo bir nishonmi yo'q. Mana shunda qumliqda, "Guma, sen nada? Gul oyimxon siz qayerda?" deb 3 kech kunduz mingibdiman. Tashnolik yetsa, sizni o'ylasamla tashnoligim besildi. Madorim qochsa, etingizni zikr qilsamla putqulimga mador qitildi. Ah, Xudo, Gul oyimxonni bir ko'rib olsam, jinimni olsammi armonim yo'q deb Xudoga seg'indim. Xudo bizdek oq ko'ngil kishining tilakini ijobat qiladi ekan. Saqlayman desa, paxta ichida cho'l saqlagandek saqlay oladi ekan. Bir chaqda qarasam, Gul oyimning borgan seri kuchayotgan mishildishi Karimqulning hikoyasini uzib qo'ydi. Karimqul titrab turgan qo'lini Gul oyimning tiziga qo'ydi-da, uni bazladi. "Ko'nglingizni yerim qilmang. Mana men hayot turibdiman-ku. Xudoning irodasi bilan qayta tepishdik. Endi ayrilmaymiz. O'lguncha birga yashaymiz." Yelkisi qo'rilib titrak o'lashgan Gul oyim, "Bir amal qilib xotinga qaytayli. Akamni, dadamni bek seg'indim." Endi Niyoz Hekimbek yo'q. Azobmi tugidi. Shug'unisi Niyoz Hekimbekning odamlari jazman bizni izlaydi. 4-5 oygacha jahon tinchimaydi. Bundaq chaqda xotinga qaytimiz deb o'zimizni o'zimiz tutib bermayli. Meningcha,
Shamol o'tib ketguncha mush yerda panohlanib turayli. Tuqqanlarmi qarab turib bizni o'tga ittamas. dedi olmon talmon tushuntirib. Gul oyim e'tiroz bildirgandek Karim qulga lopida qarab qo'yib, "Dadamdan hozirgacha biror xabar ololmadik. Akam bo'lsa yolg'iz. Mushundaq kunda holiga hol, mungiga mung bo'lmasak bo'lmas." Devidi Karim qul olqonlari bilan quloqlarini etib elib to'g'livatdi. Yo'q. Xotanga qaytqum yo'q. Jangi jidaldan jaq tuyib ketdim. Dili sunuq Gul oyimning o'zini deb ming o'lib, ming tirilgan Karim qulga ichi og'rib qoldi. Tuqqanlarmu albatta ularni qo'g'livatmadi. Shunda qilib ular shamol o'tib ketguncha bu chet yurtda turib qoladigan bo'ldi. 37-bob darvish yig'laydi. Ey karimlik Allah, ikki olamning parvardigori, kulli maxluqotning podshoyi, birli o'zingsan. Sen karomating bilan qora tuproqdan odam suratini yasab, shafqating bilan jismiga jon berding. Odam avlodini jimi mavjudotlar aro munavvar qilding. Bandalaringning avvali va afzali bo'lmish payg'ambarlaringni oramizga avatib, dilimizga diniy islomni o'rnatding. Hidoyating bilan jahiliyatdan xalos aylab, to'g'ri yo'lga boshlading. Biz seni ulug'laymiz, sana tevinimiz. Ey Janobi Haq, bandalaringning ojizi, qullaringning quli bo'lgan menki bir darvish, marhamatingga seg'inib, farmoningni tilaymanki, hukming va irodangdan tashqari gunoh o'tgan bo'lsa, pazdi karaming bilan afu qilib, meni ifloslik bilan to'lgan bu razil dunyodan pok dargohingga chaqirgin. Ya bo'lmasa, yomon nom, yomon ot bilan shayton sifat la'natkardilar oldida xor qilmagin. Sana ko'rgili ko'z, eshitgili quloq behojat. Biroq yaratquchiga xos sezgin bilan ko'rib va eshitib turibsanki, bir umr sajda ibodatingda bo'lib, mazar mashoyixlaringning chirig'ini yondirib kelgan bir darvishning, bir munofiq, osiy hukmronning qasdi bilan pok nomi bulg'inib, yuziga qora sur keldi. Imoniga shak keltirilib, gumon teg'i bilan yurak bag'ri pori tilg'andi. Ey Xudoya Xudovanda, oldingda bilib bilmay qilgan gunohim balki tog'dinmi zo'r, qumdinmi ko'pdir. Shu sabablik jazoyingga, hukminga har zaman tayyorman va ming marta roziman. Lekin sen va do'stim Muhammaddan o'zga har qanday bandining hukmiga u olam bu olam rozi emasman. Ey Hazrati Haq subhanahu va taolo, bilib va tuyib turibsanki, tuhmat, malomatdan ruhim so'nuqdir. Tenim zaif, majolim kandir. Sen ruh ata qiluvchisan, mağdur bergüchsan. Tilaymanki, bandangning tuhmat, qas qilg'uchiga husumat, gini sog'lig'ini kechirgin va tuhmat xo'rdan qisosini olg'uchi darvishingni panohingda saqlagin. Azroilni yiroq qilgin. Amin. Kepak darvish kechicha ana shundoq nola qilib chiqdi. To'picha mozorining kichkina kungurisidan etilib kirgan kumushdek tong sho'lisi darvishning qurundek qoradab ketgan chiroyini, yosh lag'irlab turgan ko'z chanoqlarini, namlangan oppoq kayk soqolini yo'rtivatdi. Qisqali 2 oy uning qiyirliqiga qiyirlik qo'shgan. Bor yo'q kuch-quvvatini xuddi yalmovuzdek sumirib olgan edi. Leshdek bo'shib, qo'riq besib ketgan terlari quruq jendisining yirtiqlaridan aniq ko'rinib turadi. U durut o'qug'ach oldiga enishdi va cho'kidek inchki barmoqlarini so'zib ko'k to'pig'i tiradi. Oldi bilan sag'risini, keyin beshini ko'tarib, ingrab turib qaddini rosladi. O'ng qo'li bilan beliga mushlag'ach talog'i chiqdi. Tun qorong'uligiga o'ginib qolgan ko'zlari nayzi bo'yi o'rligan quyoshning kuchli nurlariga bardoshlik berolmadi. Olqini bilan ko'zlarini dolda qilg'ach, ulug' yo'lga tutishadigan tor ko'chaga qarab, ojiz qadamlarini tashladi. Kepak darvish helili suvdan chiqqan cho'milidek osta ming'itdi-yu, normadan ziyoda yuk ko'targan hamoldek hosiraydi. Hosirash bilan tang uchay bag'ri qechib chiqqudek qattiq yo'tilib ketadi.
yo'talni yondirolmay qiynalib ketgan chaqlarida chiroyi o'smidek ko'kirib ketguchi qiyqilatdi. Yo'l bo'yidagi do'ng'oq so'gatga yo'linib birpas arom elib oladi. Yurak ritmi izig'i tushib, nafsi ravonlashganda ondan o'rnidan qo'pib, yo'lini davomlashtiradi. U 1000 qadamcha yo'lni yarim kunda besib, oxiri shaharning ovot rastlaridan biriga ulishib oldi. Ozroq demini elib elish uchun qiya echiqliq turgan bir darvozaning peshtiqiga kelib o'ltirdi. 2 oydan beri u bu ko'chaga har kuni degudek kelib turadi. Tirikchiligimi, muhabbatimu, nafratimi mushu ko'cha bilan chetishliq edi. Uni tonimaydigan chet yurtliqlar, yo'lovchilar, o'qatchilar berib turadigan oz to'la sadiqlar bu Nimjon darvishni hayotlar qatorida saqlayotdi. U toniydigan kichkina bir darvozamu dal mushu ko'chada edi. U har qitim mushu darvozaning oldidan o'tganda qadimis ulpiti qovul qozonchining, kuchtungur yigitlarning qizidan chora gul oyimning simosini izlaydi. Kech kunduz pushuldab turadigan kuyak ovozini, qiyliqqa cho'yin qo'yayotganlarning cho'qon surallarini, gul oyimning tuchqunguroqdek kulgisini olgandek bo'lib bir hazo turibmi qoladi. Ang yomini o'zini qon chiqarmay o'ldirgan heliqi jakarnimi u dal mushu darvozaning 50 qadam nerisida turib anglagan edi. U mushu yerga kelganda jakarchining bo'g'iq ovozi quloq tubida qayta jaranglab, yuragini yeng g'azab uyg'otdi. Mushundaq chaqlarda u Xudodan maqsadiga fursat va maqsadga yetguchilik umr tilaydi. Kepak darvish bu ko'chaga dushmaniga o'ch bo'lgandek o'ch edi. Yeni kelib bu ko'chaga hurmati bor edi. Bu ko'chaga tayinotni talpinatdi. Dal mushu sabab uni o'z yurtiga yoki boshqa bir yurtlarga ketib jon beqish xiyolidan yondirib, raqibining yenida yashab fursat kutish qo'yig'i solgan edi. U odatda yildek uzoq to'yiladigan kunduzni mushu ko'chada o'tkazib, jinini jon etadi. Qurbining yetishicha xabar tinglaydi. Lashkarlarning yo'tkilishiga, ko'payib ozayishiga qarab nimalarnidir qiyos qiladi. Quyosh qora qoshning u tarafidagi qumliqqa bosh qo'yganda bo'lsa, yolg'iz oyoq yo'l bilan shahar sirtidagi go'ristonlik tarafga jo'naydi-da, Yor Muhammadning qabrisi beshida tilovat qilib qo'nib qoladi. Kech qolmasa to'pichi mozorida duo takbir bilan tongni kutib oladi. Tong otadi, kech kiradi. Lekin kepak darvishning sarsoni kunlari o'z izi bilan davom qilaveradi. Bir chaqda qo'llari qil-quyruq qilinib, belakdek tom chupur org'amchi bilan karvon to'gilardek chetilgan 50-60 odam tomga yo'linib o'ltirgan kepak darvishning oldidan o'tib ketdi. Ular orasidan kimdir biri uningga qaratib, shaloqqida tukirib etib, yeb ketgudek ho'miyib oldi. Darvish noma'lum kishilarning bundoq ohonatiga ko'nib ketgachgami, ulardan xafa bo'libmi ketmadi. Aksicha beshini chayqab, sovuq kulib qo'ydi. Birar koni chapan yoki koni terini o'shnisiga tengib olgan. Yuz ko'zlarini bir g'irish to'pi bosgan bu yalong oyoqlarning ko'pinchisini beli mukchaygan qiyrilar va og'zidan ona suti ketmagan sabiy bolalar tashkil etadi. 9 kunlik qorong'u tog' musofasini piyoda bosa oladigan erkaklarning hammasi oltin olviniga haydalgachga shahar ichidagi chekitlik bog' va cho'ng jamoa hashari endi mushu yoshliklarning zimmasiga tushgan edi. O'limdan eg'ir keladigan bunda qoshardan hech kim bosh tortolmaydi. Bosh tortganlar darriga besiladi. Qochqonlarning birimi qutulib ketolmaydi. Fani olamdagi vaylun do'zaxga aylangan bu yurt tumur to'pon ostida eg'ir tin olmoqda edi. Kepak darvish yasovullarning zaharlik yilondek vijildab turadigan qamchisi ostida borgancha uzoqlab ketayotgan hosharchilarning kaynidan qarab, cho'nqur uxtartib qo'ydi va iymon sharofati bilan saqla oqargan qiyrilarga, vujudiga gunoh chini qo'nmagan narsidilarga nima kelgulik bu amdi? Ularning ohidan sistemkorlarning taxtga o't tutishidigu oxir deganlarni osta pichirladi. Kepak darvishning xiyoli tehi bir boshqa chiqmasdilla 2 qadam nerisidagi ishik to'yuqsizli taraqlab ketaverdi. U buningga oncha eran qilib ketmadi.
Biroq ishik qanotlari orasidan yog'liqini cho'kirib chekkan. Yeshi to'xtagan bir ayolning beshi ko'rindi-da, "Mana sana, ish deganga yundidan o'zgisi beka" degan ta'addi bilan tang to'liq bir tangni yundi, darvishning bosh ko'ziga xuddi qora yomg'irdak to'kildi. Kepak darvish andikib silkinib ketdi. O'rnidan turmoqchi bo'lib kuchab baqdi, lekin turolmadi. Ko'zlarini surtib yetib, alam bilan qaraydi, ishikning yana burunqidek taqalganligini ko'rdi. "Hey malaikalar, gunohimdan yana bir soqit bo'ldi" deb pichirlig'ish chiliq-chiliq ho'l bo'lib ketgan kulohini silkivatdi-da, ming bir mushaqqatda belini ruslab oldiga qarab yurib ketdi. U andila oyig'i chiqqan boladek toytanglab mengib, Oy Muhammadlarning tonish darvozasi oldiga yetib keldi. Ochliqdan uchaylari choplashib ketgan darvishning yashab qolish ehtiyoji bir burdunnon va bir nogay sovuq suvni tortib tursimu, lekin u oyoqlari yerga mixlanib ketgandek to'xtab qoldi. Egisiz, parvisiz qolgan darvozaning yon yog'ichiga yo'linib turib, darvozaning qog'chirab, nadikorning olqinidek chok ketgan qanotlarini silab baqdi. Uy egilarining peshonasiga putilgan qismatnomini o'qigandek, irmosh-chirmosh siziqlarga tikilib qaradi. Necha avlod qozonchilarning shundaqla o'ziga birodarlik, farzandlik muhabbatini his qildirgan hurmatli kishilarning qo'li tekkan tavarruk zanjirini shiriqlatib ko'rdi. Oy Muhammad anglamayyotamdikin. Darvish otisi mungdash qili kelsa, nemishqa eshik ochmaydigandi. Yor Muhammadcho, u uxlab qoldimikin ha? Hey. Yosh bola deganning uyqusi qattiq bo'ladi-da. Ehtimol Oy Muhammad uyda bo'lmasi kerak. Yor Muhammadmi? Mayli, uyqusi qani bo'lsin. Ochiq yomon dodisining oldida kuyak besib yerib ketgandi u bechora. Guloyimxon bakmu zerak bola bo'ladigan. U shipirlagan oyoq tevishidilla darvish otisining kelginini to'yib oladi. U yangi ishi qilyaptamdikin, yo haftiyani yotlayaptamdikin. Hey, bo'ldilar. Uni o'z ishi bilan bo'layversin. Uni avar qilgudek zaruriyat yo'q-ku. Ajaba qavloqim bo'lsa-mu, og'indochlikning yuzini qilib ishni ochmayotidi-ku. Durust. Uningmi o'ziga tushlik ishi bor. Bir uyning eg'irini zimmasiga olgan bo'lgandan keyin qo'lidek ishlaydigan gapda. Yo birari buyurgan qosimni jidaltib, yinida qarab turgandi. Bo'ldilar. Keyinroq kelarman bo'lmasa. Kepak darvish yosh pardasi bilan xiralashgan ko'zlarini o'g'livatdi. Bir talay savollarni javobsiz qoldirgan darvozaga qadamda bir burilib qarag'ach, rastining ichkarisiga qarab yurib ketdi. Qovul ustining dunyoning qandoqdir bir bo'lingida yashab yurganligini uning ko'ngli to'yib turadi. O'lmagan jonda umid bor. Uning bilan qachonli bo'lsin yuz ko'rishiman-ku, deb o'ylaydi. Gumining bir yerida panohlanayotgan gul oyimdinmi ancha xavotirlanib ketmaydi. Darvishning butun asyodi Oy Muhammad va uning hamrohlarida edi. Ras. Ular Qarqosh bozorida xufiyani bosh qo'shdi. To'taylan yurt beshiga kelgan jimi bola qizaning manbasi bo'lgan Niyoz Hekimbagini yerim yo'ldida ujuqtirib etib, orqadilla Xotan shahriga yurish qilish niyatiga kelishdi. Tuzkur Niyoz Hekimbagni uningga oshdan bergan qo'li bilan jahannamga yo'llab, yoshliqidagi savallikini uyib tashlash qasimini esiga olgan kepak darvishning bu g'animat fursatni qo'ldan bergisi kelmadi. U naqsini mundaqchilik o'tirig'i tashladi-yu, hamrohlarining gapini yerishga amalsiz qoldi. Durust. U ko'nglining chunqur yerida bir umr saqlanib kelgan qasimini o'tirig'i tashlab, ularga fursat berish to'g'riliq tizilib turib yolvurganmi bo'lar edi. Lekin u chaqda qo'rqinchli oqibat yuz beradi. Gilam kigiz bo'rini so'rabdi degandek, Niyoz Hekimbek bilan bo'lgan munosabati chenibla qoladi. Niyoz Hekimbek o'ldirilmasdan turib, bunda haqoratlik munosabatni oshkorlashga bo'lmaydi. Mushundaq bir noahlini odam qilib qatorga qo'shib qo'ygani uchun u xo'tanliklarning yuziga qanday qaraydi?
Tushunganlarga Oy Muhammad tushungandek tushunar. Balki hesdashlikmi qilar. Tushunmaganlar nima der? Oxirida u o'z roziligi bilan qarqashda qoldi. 200 ga yaqin odamni g'azotga tayyorlab, qurol-yarog' taxlashga tutindi. Kim bilsin, fursat ishiga etildi. Kelishmaslik yuz berdi. U Hannava odamlari bilan qo'shilib, bir kechada G'almon Pansatning qo'liga tushib qoldi. Dahshatli qiyin qistoqlarga elindi, zindonga tashlandi. Biroq u gangrab qoldi. Nima sababdan oshkorlanib qolganini, Oy Muhammadlarning ishining qandoq bo'lganligini zodila faraz qila olmadi. Faqat Niyoz Yekinbekni tirik holatda ko'rgandan keyinla ishning atlashmaganini bilib qoldi. Oy Muhammadlarning taqdirini har xil qiyofatda ko'z oldiga keltirdi. Niyoz Yekinbekning ajallik oldimiga tushib, darvishdan qattiq ko'ngli qolgan xo'talliklar uningga hech narsa deb bermaslikka qasam ichishdi. Oğlum Oy Muhammed, sen bu dünyada hayat mı? Hayat bolsan, nelerde sersem bulup yürüsen. Qazayı kadar ecel yetken bolsa, kabrin qayada. Darvish bir besib, ikki besib, bo'z bo'xunoq va ko'kuch is bilan qoplangan osh pusullar. Baqqol yoymilari ko'prak bir yerga yetib keldi. Beliga qistirib olgan sopoyisini sug'urib oldida, uni murisiga qo'yib sharaqlatib chelishga boshladi. Munacatim kubul et ya ilahi. Özün sen barcı alem padişahi. Sevindim sana ey hak imandın. Cennettin bizgi sen ber panahi. Ya dost, ya Allah. U ko'zlarini yumib, beshini uyan buyan tashlab, yurakka tegadigan bir mo'nglik ohangda munojat o'qimoqda edi. Qo'rib, choplashib ketgan bo'g'zidan etilib chiqqan sal bo'g'uq, qirqiriq ovoz sapoyi halqalarining ojiz siriqlishiga shundoq mos keladiki, anglaganning dilini ezatdi, sunuq ko'ngillarni yig'iga zo'rlaydi. Allohning muborak nomini ishtiyoq bilan zikr qilganida og'zidan go'yo bir parcha o't etilib chiqadi. Ko'z chanoqlarida yosh agiydi. Burnining to'shiklari goh kengayib, goh torayib, guran tomirlari daraxt yiltizidek ko'pib ketadi. Bir qavat terisi so'yilib, chilonda qizargan qelin qalpoqlari ikki tal gul bargidek titraydi. Kepak darvish chilamchilik qilyotdi. Paylari qora tonidek ko'pchib chiqqan chap qo'li o'tirisidan daz ketgan ko'ni oyoqni orom ko'tarib turadi. Ovozida bechoralarcha yelinish, qarashlarida hojatmanlarga talmirish aks etadi. Darvishlar toifasining zamon-zamonlardan beri davom qilib kelgan odati bo'yicha mozor mashoyixlardan madad elib, sehiy musulmonlarning otig'ini yeb, izzat hurmati bilan yashab kelgan kepak darvish mana endi g'ururini bir yoqqa qayirib qo'yib, ahli avomga qo'l uzartishga majbur bo'lgan edi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, Yazg'uchi Abaydulla Ibrohimning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Sen tehi dopumuzni jigdi solay depsina aldamchi. Kechlari hokimligining batti polosini yeb, kunduzlari qalandar sirtiga kirib olib, gapni tinglaysan. U dayus, sotqun, og'zingga Xudoning nomini eshitdimmi, aymanmaysan tehi. Qaltis, ahli musulmonlarning sajdigohi bo'lgan bu katta imoratga sindirgan ajr mehnatlari uchun Alloh taolo sizlarga haddi hisobsiz savob ato qilg'usidir. O'z vaqtida Hamdam Qarmoq degan qotilni oliylarning kesimga yo'llab bergan edik. Anlasam, o qotil jinoyatiga tushliq jazosini tortibdi.